Kemadaligimizda dadam shunday degandi. Qora dengizda bo'l. Qora dengizdek asov, qora dengiz kabi jo'shqin, qora dengiz kabi tubsiz. Qora dengizdek bo'lolsang degandilar, unga o'xshasang, qora dengizning to'lqinlariga chiday olasan. Dadajon. Bu jonimdan ortiq sevganim yurtda tug'ilib, qora dengizga o'xshamaslik mumkinmi? Dadajonim, biz bahaybat emanlar soyasida tubsiz jarliklarga emaklagan bolalar emasmizmi? Biz telbalarcha daralardan sakrab yugurgan, tumanlar aro tog'lardan yo'l ochgan avlodlar emasmizmi? Dadajonim, biz azaldan qora dengiz pishqiriqlariga bas kelamiz. Ammo hayot g'irromliklariga qanday bas kelishni bilmaymiz. Bilmaymizki, bu g'avg'olar qora dengizimiz boshiga tushsa, o'zimizni yo'qotmay qanday yengamiz? Qora dengizning umidi uzilgan joyda qat'iyati boshlanadi deydilar. Endi o'sha qat'iyatni o'zing ko'rsat qora dengiz. Men aytsam, telba deydilar. Nafas! Yugurdik. Tezroq. Shu tomondan yugurdik. Nafas. Tura qol. Ozgina qoldi. Ozgina qoldi. Bu yoqda. Bu tomonga. Yugur. Nafas. Yigit. Tuzukmisizlar? O'ldiraman dushmanimni. Tushir qurolni Vedot. O'g'lim bilan onasini o'g'irlading, Tohir. Umringga nuqta qo'yadi bu qurol.
Ey! U tentak bola nima qilyapti tepada? Zanjir ishlamayapti. Tohir kapitan tekshiryapti, rais. Kapitansan, kapitan! Kranning tepasida nima qilasan, o'g'lim? Pastga tush! Shunga bir qarab qo'yay, tushaman, rais. Tutib qamab qo'ysang-da. O'g'lim, sensiz hal qilamiz shuni. Tush deyapman senga. Tentak. Buni qara-ya. Ha, nima deysan? Yonyapsanmi? Hozir seni ham yoqaman. Ha, aka. Qum tortayotgandik, zanjir tashladi-da. Nima demoqchi edingiz? Sen yana o'sha kranga chiqdingmi? Senga chiqma demaganmidim? Seni yedingmi, ahmoq? Abba. Bo'ldi, tushyapman. Nega qo'ng'iroq qildingiz? Negamush? Istanbulga ketmoqchi edik-ku. Kemani qo'y, kel bu yerga. Bo'pti, tushyapman, boraman. Ketdik Istanbulga. Aylantir, og'a, aylantir. Kapitan, men qulay joydaman. Tavba qildim. Avtobusmidi senga? Metriyota, meni sohilga chiqarib qo'ying. Dadajon, oyim bilan buvim yana urushyapti. Bo'ldi. Hozir kelchi qizim. Kela qol jonim qizim. Kir bolam. Pichoqni olib ber menga. Bu tarbiyasizni tilini kesay. Siz bo'g'zimga pichoqdan tortsangiz, erim sizni tinch qo'yarmikan? Hech narsa qilmaydi ering. 40 chiqmay, yangi xotinga uylantiraman. Siz erimga boshqa xotin olib bersangiz, go'rimdan tirilib kelib, to'y kuni hammangizni bo'g'ib o'ldiraman. Nimalar bo'lyapti, ha? Nimalar qilyapsizlar? Mustafa, Istanbulga samolyotda keta qolaylik. Ha, samolyotda keta qolaylik. Sen otangni tog'larini samolyotda kezgansan-da, o'rgangansan. Erim omon bo'lsin, o'rgatadi-da. Lekin siz samolyotda uchishga o'rgana olmadingiz. Men qushmidimki uchishga odatlansam. Men tiriklayin u tobutga chiqmayman. Chiqmang, oyi. Erim Istanbulga borib, yig'ilish o'tkazadi. Qizim qiz qal'asini ko'rmoqchi. Siz nega ergashyapsiz, tushunmayapman. Mustafa, ovozini o'chir xotiningni. Jahlim chiqsa yomon bo'ladi. Oyi. Osiyo. Onam ham biz bilan boradi. Samolyotdan qo'rqadi, mashinada ketamiz. Kim qo'rqadi? Tavba. O'sha temir tobutni vahimasi. Bo'ldi, ona. Bo'ldi dedim. Osiyo. Gapni ko'paytirma. Mashinada ketamiz, bo'ldi. Qaynona 1, kelin 0. Mustafa. Osiyo, gapni ko'paytirma dedim. Tez. Tavba, tavba.
Omadingizni bersin yigitlar. Omon bo'ling xo'jayin. Topshirig'ingiz bormi? Barakalla. Istanbulga ketyapmiz. Ishxona sizga omonat. Ha? Ola-bula qaraysiz? Ola-bula qarayapmanmi? Ha, nega tikilasiz? Go'zal ayolingga qarash savob deydilar. Shuning uchun qarayapman-da. Go'zal ayolga tikilish savob bo'lsa, jannat sizga bo'lsin. Osiyo. Labbay Mustafoyim. Yondi dunyo. O'tishdi, kuyib ketdi. Tavba qildim. Odamlarni ko'z oldida uyat aka. 9 yildan beri olov so'nmadi. Sharmandalik boshimizdan oshdi. Ana, Tohir keldi. Qani tezroq. Sizlar dengizga boring. Ishxonani bo'sh qoldirmang. Xo'p bo'ladi. Alloh yor bo'lsin. Oh, amakisini guli. Istanbuldan qaytaylik. Senga aqlli, chiroyli kelin olamiz, Tohir. Obbo, yana kelinmi? Ha, kelin. O'ylab ko'rdim. Jamilni qizi Marjonni kelin qilaman. Juda yaxshi kelin bo'ladi. Ana bunga o'xshab qaynonasini oldida eriga suykalmaydi. Ona, odamlar asabiga tegmang. Kelindan gap ochmang. Yo'q, gapiraman. Qaytganimiz zahot sovchilikka boraman. Ona, qizni xayolini buzmang. Vaqti kelganda uylanadigan qizimni o'zim topaman. Senga qolsa, o'zingga o'xshagan tentakni boshlab kelasan-da. O'zim senga kelin topaman. Qaynona kelini turpog'i bir joydan olinadi. Yo'q. Marjon menga o'xshamasin. U yaxshi qiz. Juda ham aqlli. Ona, chiqing qani. Yo, bismillah. Iljayma. Siya. 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 Bu yerda yo'q. Bu yerda ham yo'q. Bu xonada yirtqich yo'q. Demak nima bo'ladi? Oy nurida tug'ilgan bo'ri qo'rqmay uxlaydi. Yirtqich bu yerda emas, Oyjon, ana bu yerda. Senga nima degandim? Qal'aning yirtqichlar bilan kurashadigan qahramoni menman. Hozir moviy tukli kiyik seni o'padi. Xayrli tun polvonim. Xayrli tun. Nafas. Nafas.
Nima bo'ldi? Yana unutdingmi, Nafas? Nimani unutdim? Bugun tanishgan kunimiz-ku. Tanishgan kunimiz nishonlanadigan sana emas. Jonim. Hammasini yangidan boshlashga urinyapman. Nega tixirlik qilib asabimga tegyapsan? Hali ham og'riyaptimi? Vedot, uyqum kelyapti. Yo'q. Bu kecha uyqu yo'q. Bayram qilamiz, kichkintoyim. Meniki bo'lganing uchun ichamiz. Men seniki emasman. Sen menikisan. Men hech qachon seniki bo'lmaganman. Sen menikisan. Meni jonimsan. Bolamning onasisan. Hayotimni zaharlashni bas qil. Bas qil. Bas qil. Senga uzatgan qo'limni qayrasan. Sen ko'rnamaksan. Sen noshkursan. Noshkur. Yo'qol. Yo'qol. Daf bo'l. Daf bo'l. O'ldiraman. O'g'limni onasiz qoldiraman. O'g'lim? O'g'lim hech nima qilmadi. Hech narsa bo'lmadi. To'ychog'im. Bo'ldi. Bo'ldi. Oying bilan biroz xafalashdik. Bo'ldi. Kechir bizni. Uzr so'raymiz. Ha, oyisi? Nafas. Bolajonim. Yomon og'riyaptimi? Og'rimayapti polvonim. Biz dushmanni yengdik-ku. Shuning o'zi katta gap. Sizlar qayerga? Mashinada kutsangizchi? Ha, kutamiz. Och qoringa olib keldingiz. Biz boraylikda sohil bo'yida nonushta qilaylik. Nega qo'yib yuborishadi seni? Mustafa seni o'z holingga qo'ysa, Istanbulni ko'priklarini bir-bir kezib chiqarsan. Qayoqda? Sizni lablaringiz bor joyda ko'prikda sayr qilib bo'ladimi? Osiyo. Nima dedi Mustafa? Ko'priklarda aylanmayman deyapman-ku. Yukxonaga tiqib ovozingni o'chirmasimdan tilingni tiysang-da. Ichkarida o'tirib turishadi bular, joy bordir.
Janjallashishadi ikkalasi, mayli o'zingiz bilasiz. Ovozingizni o'chirib o'tirasizlar. Piching kesatiqlar yo'q. Alloh ikki baloni boshimga solgan. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Sizni ko'p kutdik, Mustafa bey. Barakalla. Yaxshimisiz? Shukrlar bo'lsin. Yaxshi, sizlarni tanishtiray. Ukam Tohir Kaleli. Xursand bo'ldim. Anchadan beri ishlaymiz. Syurmanga ko'p bordim, siz bilan hech uchrashmadik. Asosan kemada bo'laman, shirkatga ko'p bormayman. Sizlarga jiyanim Eyshanni tanishtiraman. Amakimning qizi bo'ladi. Eyshan bular Mustafa Kaleli, Kaleli qumning egasi. Xush ko'rdik. Xush bo'ldik, singlim. Vedat Qora dengizni, Suyurmanni ko'p gapiradi. Tashakkurlar. Siz haqingizda ham ko'p gapiradi. Erimga zulk kabi yopishdi, qo'llarini qo'yvormaydi-ya. Hozir men unga o'tir o'rningga. Bolalarimni ishini buzasan. Assalomu alaykum. Uzr. Allohning salomiga uzr deyilmaydi. Va alaykum assalom deyiladi. Men Osiyo Kaleli. Mustafoning rafiqasiman. Shundaymi? Kelishingizni bilmagan ekanmiz. Ko'rinib turibdi. Mustafoyim ayoli bilan qizini Istanbulda aylantirishni aytgandi. Biz ham ergashib keldik. Ajoyib bo'libdi. Xush kelibsiz. Vedod sayyorman. Tanishganimdan xursandman. Xushvaqt bo'ling. Qizingizmi? Ha, bolam. Marhabo, shirin qizcha. Siz ham xush kelibsiz. Meni ham sendan biroz kichik o'g'lim bor. Xush kelibsiz, xolajonim. Xush bo'ldik, bolam. Xush ko'rdik, xush bo'ldiklaringiz tugadimi? Xotinlar tadbiriga keldikmi? Qani, ishimizga boraylik. Marhamat. Marhamat. Tug'ilgan bo'ri sher atrofida uchamiz. Ko'ramiz kim yutarkin. Qani ketdik. Men yutaman. Yo'q, men yutaman. Men yutaman. Men yutaman. Yaqinlashdim, ortingdaman. Ortingdaman, oy nurida tug'ilgan bo'ri. Mana, ortingdaman. Bu hisob emas. Boshqatdan boshlaymiz. G'aram o'ynaysiz, moviy tukli kiyik. Orqada qoldingiz. Nima qilay? Masofa qisqa ko'rinib otim chopmadi. Kel, uzoqroq ot choptiramiz. Qani chopdik? Men yutaman. Yo'q, men yutaman. Ana yaqinlashdim senga. Men yutaman. Men yutaman, ko'rasan. Men birinchi bo'lib marragacha oz qoldi. Nafasyanga chiqa olmaysiz. Najib og'a, ko'cha boshigacha borib qaytamiz. Bo'lmaydi, Vedodbey taqiqlagan. Gapirma Vedodbeyingni. Najib og'ajon, shundoq yo'l boshigacha borib qaytamiz. Qochmaymiz axir. Yo'q, yanga, hammamiz sizni bilamiz. Eshikni ochsam qochib ketasiz. Ortingizdan yugurtirmang bizni, yanga. Marhamat. Bolajonim, uy atrofida ot choptiramiz, xo'pmi? Yangajon, bu ahvolda yurmang. Ichkariga kiring, iltimos. Nega? Rahming kelyaptimi? Holimni ko'rib turib, Vedodning itligiga sherik bo'layotganingga qiynalyapsanmi? Bunga faqat men ko'nikmadim. Birovlarning boshiga yetishga o'rgangansizlar.
%10% ga imzolaylik Mustafa Bey. Shartnomani imzolamasdan oldin ko'rib chiqsangiz bo'ladimi? Ko'rishning hojati yo'q, Vedod Bey. Avvalgidan bir necha hissa ortiq qum qazib chiqamiz, kecha kunduz ishlaymiz. Buning uchun yana bitta kema olishimiz kerak. Tender uchun katta pul sarflaymiz. Bu so'nggi narx. Qumni elakdan chiqmay sotib olamiz, Mustafa Bey. Bu safar ham. Bu oxirgi narx dedim, Vedod Bey. Tohir Bey, siz ham akangizdek qat'iyatlimisiz? Unisini bilmadim-ku, ammo akamning so'zidan oshirib gapirmayman. Qishlog'ingizda ukaning fikri inobatga o'tmaydimi? Qishloq cho'poni men, egasi akam. Akamning gapi gap. Cho'pon nima ish qilar ekan? Cho'ponga qiziqdim. Qishloqga kirgan shoqollarni yo'qotadi. Yaxshi, nima demoqchiligingni bildim, kichik Kaleli. Akang doim savdolashish sunnatdan deydi. Shuning uchun omadimni sinab ko'ray degandim. O'xshamadi, Vedod Bey. Sen bu shartnomangni tayyorla. Pastda mening qizim kutyapti. Qiz qalasini aylantirishga va'da bergandim. Bir taklifim bor. Kichkintoyni ko'p kuttirmang. Oilangiz bilan aylaning. Undan so'ng biznikiga kechki ovqatga kelasizlar. Iltimos, anchadan beri yaqinmiz. Men qachon Syurmanga borsam, akang mehmon qilib kuzatadi. Mustafa Bey, yangi bilan onangiz kelgan. Bugun mehmonimiz bo'lishingizning ayni fursati. Qizingiz bilan o'g'limiz o'ynaydilar. Yo'q, Vedod Bey, bizning yo'limiz uzoq. Yo'q, e'tiroz qabul qilinmaydi. Hozirroq rafiqamga qo'ng'iroq qilaman, juda xursand bo'ladi. Hozir tutib olaman. Mendan qochaman deb o'ylaganmiding, Vedod Bey qo'ng'iroq qilyapti. Polvonim, sen borib rasm chizaver. Men ham boraman. Xo'pmi? Qani bo'la qol. Nima istaysan? Allo, jonginam. Meni jonginam dema. Men ham seni sog'indim, yagonam. Gapingni gapirdi, telefonni o'chir. Jonim, oqshomda uyga mehmon taklif qildim. Tayyorgarlik ko'r, xo'pmi? Qoraygan ko'zingni yashir deysanmi? Men ham seni yaxshi ko'raman, jonim. Alloh jazoingni bersin. O'paman. Nafas xonim, telefon. Ola qol albatta. Xo'jayiningdan baloga qolma tag'in. Meni asalim nima qilyapti? Chiroyli bo'yapsan-ku. Men nima qilsam ekan? Bu kim? Senmi yo menmi? Men. Yaxshi, unda meni chizamiz. Najib, qo'rqchilarni tashqariga ol. Xo'p bo'ladi. Mehmon keladi. Mendan qocha olmaysiz, moviy tukli kiyik. Qani ko'raylikchi oy nurida tug'ilgan bo'ri. Nishonga ol. Juda kulgili. Yigit, kel arslonim. Shirintoyim. Yigit, o'g'lim. Yigit. O'yin o'ynashni qo'ygin-da, ko'kargan yuz ko'zingni bo'ya. Nima bo'ldi Eshon? Senga yoqmayaptimi? Yoqmayotgan bo'lsa, Vedod kaltaklaganida xabar bergin. Yana Vedodning jahlini chiqarmoqchimisan? Ovozingni o'chir Eshon. Xo'jayining gapirsin. Sen ayol nomiga isnodsan. Nafas, yagona mening, bor, tayyorlan. Yuz ko'zingdagi momotaloq izlarini bekitib pardoz qil. Hozir mehmonlar keladi. Nega mehmon taklif qilding? Yigit kecha tunda xafa bo'ldi. Bu oilaning ham qizalog'i bor. U kelsa birga o'ynaydilar dedim. O'g'limizga o'rtoq topdim, tabassum qilsang-chi. O'rtoq topish o'yinchoq qolish emas. Uyga olib kela olmaysan. Bizni uyga qamab qo'yasan-da,
Keyin yigitga o'rtoq topib kelasanmi? Bunaqasi ketmaydi. Nega sizlarni uyga qamaganimni bilmaysanmi? Doim qochishga fursat poylaganing uchundir balki. Nega qochmoqchi bo'lamiz a? Balki bizni majburlab uyga qamaganing uchundir. Vedat orangizni yaxshilashga harakat qilyapti. Sen ham unga imkon bersang yaxshi bo'lardi. Jonim. Bir kecha risoladagi er-xotinlardek o'tira olamizmi? Surmendan kelishgan ish hamkorlarim ular. Ayoli ham keladi, suhbatlashasan, biroz ko'ngling ochiladi. Qani? Jonim bor, tayyorlan. Men senga bu yaxshi qaror emasligini aytgandim. To'g'ri aytyapti. Uyga qamab qo'yganman, hech kimni ko'rmaydi. Mendan jahli chiqadi. U jahl qilsa meni ham g'azabim qaynaydi. Nafas? Mehmonlar keldi hayotim. Nafas. Nafas. Senga eshikni qulflama deganman. Och eshikni. Och! Nihoyatda go'zalsan. Bolajonim, qani yur ketdik. Ovqatdan oldin qadah ko'tarasizmi, Mustafa bey? Kerak emas. Qadah deyaptimi? Qadahi nima ekan? Qadah nimaligini bilmayman-ku. Shu xotin qo'limdan sog' chiqmaydi. Shuni bilaman. Qara, seni 40 o'tmay keladigan kelinni topdim. Allohim, men buni jahlini chiqarish uchun hazillashgandim, o'zing bilguvchisan. Tahir, siz aslo uylanmang qaynijon. Essiz kelin zaharlanib bo'ladi. Hurmatli galeriyalar, bu dunyodagi eng go'zal ayol Nafasim va jonim o'g'lim yigit. Nafasim senga aytgandim, tarafzorlik hamkorlarim Kalili oilasi. Ular bilan tanishishing mumkin. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling, singlim. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling, qizim. Xush kelibsan. Men Nafas, isming nima? Men bolam. Uning ismi Yigit. Tanishinglar. Siz ham xush kelibsiz. Xush bo'ldik. Siz ham xush kelibsiz. Marhamat, dasturxonga o'tiramiz. Marhamat. Qani kelinglar. Marhamat qilinglar. Eyshan. Mustafa bey, ichsangiz bo'lardi. Rahmat singlim. Talab qilsam-chi?
Italiyadan olib kelganman bu sharobni. Biz onamiz bilan bir dasturxonda o'tirib ichmaymiz, ayb bo'ladi. Nafas, hayotim. Ichmayman. Icha qol, yagonam. Ko'z tegmasin, o'g'lingiz juda aqlli. Ha, shunday. Bolam ham ajoyib qizaloq, ko'z tegmasin. Bizdayam senikidek o'g'limiz bo'lsa edi. Kelin eplamadi. Tohirimni kelinchagidan umidimiz endi. Bolam, bugun tushgan suratlaringni yigitga ko'rsatsang-chi. Biz bugun Qizqal'ani tomosha qildik. Zo'r-ku. Sen Istanbulda yashaysan. Bu yerlarga ko'p borgandirsan-a? O'g'lim, ko'p borganmiz, aytib ber. Nega gapirmaysan? Aytgincha, yana qayerlarga borgansan? Yigit. Buyoqqa o'g'lim, dasturxon ustidan turib ketyapsan. O'g'lim, senga gapiryapman. Yigit! Bolajonim, hech qisi yo'q. Aybga bermaysizlar. Qo'rqma bolam, hech qisi yo'q, qo'rqma, xo'pmi? Bu nimasi? Senga nima qo'y bor? Haligi yigitning ust-boshi ho'l bo'libdi. Kiyimlarini almashtiray. Bora qol, jonim, bolaga qara. Kel jonim. Shangul, siniqlarni yig'ishtirib ol. Mena bir qaray. Bola qo'rqdi. Nafas. Polvonim, sen ichkariga kirib kiyimlaringni yechib tur. Men hozir kiraman. Lekin so'z beraman, toychog'im. Sen ichkariga kir, men ham ortingdan kiraman. Unga nega ko'rsatding? Men ko'rsatmadim, o'zi ko'rib qoldi. Nega yashirmading? Seni qilmishlaring ayb emas, meni yashirmaganim aybmi? Tohir bilan ko'z suzishganing ayb. Ko'z suzishdimmi? Shu qo'lingdan tutdimi? Ha? Shuni ushlatdingmi? Men seni hamma barmoqlaringni sindiraman. So'ng qo'lingni sindiraman seni. Tushundingmi? Shu yerda o'tirib o'ylaysan. O'sha yaramasga termilib ko'z suzishning oqibati qanday bo'lishini o'yla. Xo'pmi jonim?
Aybga buyurmaysizlar, qolib ketdim. O'g'lim idish sindirganiga uyalibdi. Shuncha gapirsak ham ko'nmayapti. Yig'layapti. Juda erkatoyda o'g'lim. Ayolim ham uzr so'rab qo'yishimni aytdi. O'g'limizni ovutyapti. Bo'ladi. Bo'lib turadi. Shartnoma imzolandimi? Ajoyib. Eshan, ruchkani berasanmi? Mana, xayrli bo'lsin. Alloh jazolasin seni. geçit vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Gudzon do'konlaridan mebelga o'rnashuvchi texnikani xarid qiling va sovg'alarga ega bo'ling. Artel dazmollari. Betakror natija. Hozir qochishning ayni fursati. Pastda mehmonlar o'tiribdi. Qo'riqchilar uy atrofida yo'q. Najibning o'zi qoldi. Unga ko'rinmay uydan chiqib ketamiz. Tinchlikmi, Kalayli? Uyim juda yoqdimi deyman? Yo'q, aksincha bir narsa yoqmadi. Nima ekan u? Xotiningni bilagidagi izlar.